Birinchi savol, Apple rostdan ham ishlaydimi degan qizlar, albatta ishlaydi. Hozirda bu rostdan ishlaydimi yoki очередной men pul olaman, просто uyda yotadigan narsami degan savol sizda tug'ilishi mumkin, обязательно qizlar. Конечно, men o'ylaymanki, hamma narsani to'g'ri ishlatsak va men o'rgatgandek qilib ishlatsanglar, обязательно просто o'tda yotmaydi, faqatgina ishlatsanglar natija bo'ladi. Xullas, nima qiladi o'zi Apple? U sizlarni o'sayotgan tukinglarni ildiziga ta'sir qilib, o'sishini sekinlashtirib, sekin-sekin ildiziga uraversangiz juda yupqalashib, вообще chiqmay qolishi mumkin. Bu birinchisi. Yoki chiqsa ham juda uzoq vaqtda chiqishi mumkin. Uchinchisi, rosa redki chiqishni boshida to'g'ri sxema bilan ishlatishni boshlasangiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, natija kimda bo'ladi? Kim har safar sxema bo'yicha qilsa. Agar sizda shunaqa narsani olib natija ko'rmagan bo'lsangiz, значит siz noto'g'ri qilgansiz, umuman ishlatmagansiz yoki orasida перерыв qilib ishlatgansiz. Ya'ni iltimos bitta boshladingiz, oxirigacha borishingiz kerak, o'sha natija bo'ladi. Agar tashlab qo'ysangiz natija bo'lmaydi.